Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan IELTS marafonimizda yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan listening doirasidagi ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ikkinchi darsimizning mavzui bu common mistakes in IELTS listening, ya'ni IELTS listeningdagi eng ko'p uchraydigan xatolar. Men hozir sizlarga bugun 9 ta shunaqa xatolarni tayyorlab kelganman va har bittasi to'g'risida men tushuntirishni berib o'taman. Nimaga bu sodir bo'ladi va ularni qanaqa avoid qilish mumkin va avoid qilsak qanaqa yaxshi natijalar beradi. Shuni hammasini bitta-bitta xossalar bilan gaplashib chiqamiz. Xo'p, eng birinchi xato. Poor time management, ya'ni vaqtni noto'g'ri taqsimlash yoki umuman taqsimlamaslik, vaqtdan noto'g'ri foydalanish. Juda ko'pchiligimiz qiladigan xato bu. Listening bilamiz, bir marta qo'yib beriladi. Bir marta qo'yib berilgani uchun sizda boshqa uni qaytadan eshitish imkoni yo'q. 40 ta savol bo'lsa, lekin listening o'zida ma'lum bir joylarda o'zida pauzalar beradi. Mana shu savoldan shu savolgacha ko'rib chiqing deb. Shu holatda men juda ko'pchilikda ko'raman mana shu narsani. Ham o'zim o'quvchilarimda ham boshqa testdagilarda ham ko'raman. Aynan o'sha vaqt berilgan paytda ular uni dam olish uchun berilgan vaqt deb o'ylaydi, keyin dam olib, oddiki tinchlanib o'tirgan deb o'ylaydi. Yo'q. Eng katta xato shu. Bu yerda mana shuni aynan diagrammasini ko'rsatyapman sizlarga. Listening 4 ta sectiondan iborat. Bu hozirgi diagrammada bizga ko'rsatib o'tilgan aynan qaysi qismida necha sekund pauza berishi. Sekundlari taxminiy olingan, lekin shu sekundga yaqin pauza beriladi. 4 ta section bo'lsa, birinchi 3 ta sectionda part 1, part 2, part 3 da uchalasida ham boshida 30 sekund, o'rtasida va oxirida 30 sekund pauza beradi. O'rtasidagi pauza sal kamroq, ko'pincha 30 sekund atrofida bo'ladi. Taxminan 30 sekund deb olishimiz mumkin, ya'ni boshida pauza, o'rtasida va oxirida pauza bergan bo'ladi. Uchala partda ham, part 1 da ham, part 2 da ham, part 3 da ham. Part 4 bundan mustasno. Part 4 da o'rtasida pauza bo'lmaydi. O'sha o'rtasida 30 sekundni boshiga qo'shib beradi. Shuning uchun boshida 30 sekund emas, 1 minut vaqt beradi ko'rib chiqqani va oxirida yana 30 sekund vaqt beradi. Xo'p, shu berilgan vaqtlar ichida siz dam olishingiz mumkin bo'lgan yagona holat bu part 4 ning oxiridagi 30 sekund. Ya'ni butun boshli listening test tugagan bo'lsa va shunda ham siz hamma 40 ta savolni to'g'rida 100% topganman deb ishonchingiz komil bo'lsa shunda ham. Xo'p, qolgan vaqtda nimadan foydalanish kerak? Bu diagrammada men ularni ranglar bilan belgilaganman. Keyin savollarga har bittasiga rang qo'yilgan. Bu degani, masalan, sariq bilan belgilangan 30 sekundni siz aynan sariq bilan belgilangan savolga sarflashingiz kerak bo'ladi. Men bu o'zim shaxsan ishlatadigan strategiya. Men birinchi marta o'zim IELTS topshirganim 2020-yilda mart oyida bo'lgan. O'sha payt hali adashmasam 17 ga kirmagan edim. 17 ga kirmagan edim. O'sha payt topshirganda birinchi testim bo'lgan, listeningdan 8 olganman. Qolgan sab testlar pastroq chiqqan bo'lsa ham listeningdan 8 olganman. O'sha paytda men shu narsani ishlatardim. Juda ham ko'p yordam berardi menga bu. Bu qanaqa? Part 1 ni boshida beradigan 30 sekundini, part 1 ni boshida beradigan 30 sekund va o'zim men ozgina tanishtiruv joyi ham bor. O'sha tanishtiruv joyi bilan o'sha 30 sekundni men butun part 1 ni hammasiga ishlataman. Part 1 ni ko'rib chiqishga u darajada vaqt ko'p kerak emas. Chunki o'zi tayyor highlight qilingan shaklda turadi. Ma'lumot u darajada ko'p emas. Masalan, ism degan bo'ladi, bo'ldi. Pul, adres, ma'lumot juda kam. 30 sekund bemalol yetadi. 10 ta savolni ko'rib chiqqan. Keyin part 1 ni o'rtasida bergan 30 sekundni men уже ikkinchi va 3-chi sectionlarga sarflashni boshladim. Menda maqsad bu 30-savol. Maqsad hamma bergan vaqtini men 30-savolgacha tinmasdan qayta ko'rib chiqarish. Part 4 emas. 31-savolga o'tmayman, 30-savolgacha ko'rib chiqaman, ya'ni part 3 ning oxirigacha. Part 1 ning o'rtasida 30 sekundda ham men iloji boricha, masalan, aytaylik 30 sekunddan qatgacha ulguraman, masalan, aytaylik part 2 ni yarmigacha ulguraman. Mayli. Part 1 ning oxirida vaqt beradi-yu mana. Ko'pchilik uvol qiladigan vaqt shu. Part ning oxirida beradigan 30 sekundni juda ko'pchilik uvol qiladi. To'g'ri, audioda aytadi. Mana this is the end of part 1. Now you have some time to look at your answers from 1 to 10 deydi. Ya'ni 1 dan 10 gacha berilgan savollaringizni javobini ko'rib chiqishga vaqt deb aytadi sizga. No, men maslahat bermayman uni. Men sizga maslahatim shu vaqtni ham siz keyingi sectionlarni ko'rib chiqqani ishlatish. Part 1 tugadi, 30 sekund vaqt berdim. Men sirazi yana part 2 da qayta to'xtadim. Part 2 to'xtagan joyimdan ko'rib, iloji boricha part 3 gacha ulguraman. Keyin part 2 ni boshida vaqt beradi, yana part 2 ni ko'raman qaytadan, yana part 3 30-savolgacha ko'raman. Part 2 ni o'rtasida vaqt beradi. Part 2 ni o'rtasidagi vaqtda ham men part 2 ni davomini ko'raman va part 3 ni ko'raman. Part 2 ni oxirida vaqt berganda ham, men yana part 3 ni o'zim ko'rib chiqaman. 30-savolgacha, 31 ga o'tmayman. 30-savolgacha ko'rib chiqaman.
Va nihoyat part 3 keldi. Part 3 ni 30 sekundini ham, boshidagi 30 sekundini ham part 3 ni o'zi uchun ishlataman. Part 3 ni o'rtasidagi 30 sekundni ham o'sha part 3 ni ikkinchi yarmi, masalan 26 dan 30-savolgacha ishlataman. Bu degani, menda agar xuddi shu strategiyada ketsam, xuddi shu strategiyada praktika qilsam, 30-savolga borgunimgacha men eng kamida uni 3 marta yaxshilab o'qib chiqqan bo'laman. 3 marta o'qib chiqishga vaqtim yetgan bo'ladi. Bu narsa sizga boyagi seksionda ketadigan vaqtingizni kerakli joyga olib qo'yishga yordam beradi. Juda ko'pchilikda bo'ladigan muammo bu, mana misol uchun ko'pchilik part 3 dan noliydi. Manfasi chiqadi. Eng katta muammo ko'rib chiqishga ulgurmaydi. Part 3 deb masalan, part 3 kelganda part 3 ni ochsa, 30 sekund vaqt berib, u 30 sekundda o'tda berilgan 7 ta katta matn cho'yisi o'qib chiqishga 100% ulgurmaydi. O'qib chiqqan taqdirda ham ko'z yugurtirib chiqadi, tushunib o'qib chiqishga ulgurmaydi. O'qib chiqmagandan keyin uni o'zi zo'rg'a eshitib tushuntirdi, uni o'qib chiqmagan odam xato qilishi bu tabiiy holat, aniq. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa birorta savol ishlashdan oldin uni kamida 2-3 marta yaxshilab o'qib chiqqan bo'lishingiz kerak. Uning uchun men hozir ko'rsatgan mana chizmada ko'rib turgan strategiyada ish ketish kerak. Xo'p, 30-savolgacha keldingiz. 4-sectiongacha. 4-sectionga qancha vaqt qoldi? Shunda 3-section oxirida 30 sekund vaqt bo'ladi. Bo'ldi. 3-section 30-savol tugagandan keyin oxirida 30 sekund beradi. U 30 sekund. Part 4 ni o'zini, section 4 ni o'zini. Part 4 deyman, section 4 deyman, ikkalasi bir xil. Part 4 ni o'zini introduction qismi bo'ladi. U vaqt va undan tashqari yana sizga 1 minut beradi ko'rib chiqqani o'sha vaqt. Umuman olganda 2 minut atrofida vaqt bo'ladi. Sizda part 4 ni ko'rib chiqish uchun u bemalol yetadi. Part 4 ni o'ziga bemalol yetadi. Men o'zim ishlatadigan strategiya xuddi shu. Buni ishlatayotganda ko'pchilikda qiladigan xatosi mana. Section tugagandan keyin 10-savolning javobini aytdim. 10-savolning javobini aytgandan keyin o'tiradi kutib. Oxirida 30 sekund berganda ham savollaringga qarab o'tiradi. Eng katta xato shu, eng katta. 10-savol javobini topdingizmi? Ishonchingiz komilmi 10-savol javob topganingizga? Bo'ldi. Audio tugamagan. Endi tugashini iloji boricha kutish kerak, chunki distraction kelib qolishi mumkin. Lekin sirazi audio tugash bilan uni instructionlarni eshitib o'tirmasdan sirazi 2-3-sectionga o'tib ketish kerak. Xuddi shu narsa qolgan holatlarda ham tegishli. Javob topdingizmi? Sirazi keyingisiga. Vaqtni uvol qilish kerak emas. O'rtoqlar, sizlarda vaqt chegaralangan va bir marta eshitasizlar. Time management is the key. Shuni eslab qoling. To'g'ri time management qilgan odamgina, to'g'ri time management qilgan odamgina 8+ dan baland topishi mumkin. Masalan, 9 olishingiz uchun точно kerak bu. Ya'ni listeningdan 9 yoki 8.5-9 natija olishingiz uchun time management juda ham muhim. Men o'zim ham listeningdan bir necha barobar 9 olgan bo'lsam, bu yerda tashqarida praktika qilayotgan paytimda agar oldindan o'qib chiqmagan bo'lsam savolni, xato qilish ehtimolim yuqori. 3 ta, 4 tagacha xato qilaman. Yaxshi o'qib chiqmagan bo'lsam. Yaxshi o'qib chiqqan bo'lsam, deyarli xato qilmayman. Vaqtdan to'g'ri foydalanamiz, o'rtoqlar. Eng muhimi shu. Ikkinchisi, panicking over missed questions. Buni birinchi darsimizda ham gaplashdik, men o'tganimizda ham gaplashdik. Ya'ni o'tkazib yuborilgan savollar ustidan panika qilish. Panika degani vahma qilish. Savol o'tib ketdi, siz o'sha savolni o'tib ketgandan keyin ko'pchilik qiladigan xatosi bir. Nima edi deb eslash. Xuddi topa oladi. Audio aytayotgan payt topolmagan odam o'tib ketgandan keyin umuman topolmaydi uni. Birinchisi. Ikkinchisi, настроение, ya'ni kayfiyatni tushishi. Uning kayfiyati shu o'z-o'zidan tabiiy holat, lekin siz shuni o'zingizni emotsional tayyorlashingiz kerak. O'tib ketgandan keyin bo'ldi. Uni o'tkazib yubordingiz, keyingi savolga umid qilishingiz kerak. Men har doim o'zimga o'zim aytaman, bitta o'tib ketsam hech narsa qilmaydi, chunki 39 ta javob bilan ham 9 olsa bo'ladi bemalol. 2 ta o'tib ketsa ham, masalan 8.5 chiqsa ham bu yoqlardan yaxshi topasiz. Lekin agar siz kayfiyat tushirib qo'ysangiz, bu nafaqat listening imtihoningizga ta'sir qiladi. Butun listening imtihoni boshi. Listening o'tkazib yuborsangiz, listening kayfiyat tushadi, konsentratsiyangiz yo'qoladi. Listening o'zidan kalla qo'yasiz, kam chiqadi. Buni effektidan siz readingda, writingda yaxshi perform qila olmaysiz. Butun boshli imtihoningizni ballini pastga tortib ketishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun you have to be emotionally strong. Bitta savol o'tkazib yuborsangiz ham iltimos panikaga tushmang. Bitta savol ko'p narsani hal qilmaydi. Sizning kayfiyatingiz va konsentratsiyangiz ko'p narsani hal qiladi. O'shaning uchun avvalambor harakat qiling, o'tkazib yubormaslikka. O'tkazib yuborgan taqdiringizda ham iltimos o'tib ketgan savollar ustidan siqilib o'tirmang. Keyinchalik kelib, misol uchun taxmin qilib qo'yib ketsangiz ham to'g'ri chiqib qolish ehtimoli ham juda ham yuqori. Masalan, matn cho'zi o'tib ketdi bitta. Unda 3 ta variant, ABC variant bo'ladi. Qaytib kelib taxmin qilsangiz ham to'g'ri chiqish ehtimoli 33%. Shuning uchun xavotirlanishga o'rin yo'q agar bitta savol bo'lsa. Yana bitta, 3-xato. 3-si, ignoring context lines. Ya'ni context lines degan nima degani? Siz listening ishlayotgan paytingizda sizga berilgan savolda har bitta qatorda javob bo'lmaydi.
Masalan, u so'z endi multiple choice'da to'g'ri, har bitta xato javobga aloqador. Ayniqsa men part 1 bilan part 4 to'g'risida bu maslahat. Part 1 bilan part 4 da so'z qo'shishingiz, son qo'shishingiz kerak. Har bitta laynda savol bo'lmaydi. Masalan, ba'zi bir laynlar o'zi berilgan, to'liq yozilgan bo'ladi, hech qanaqa ma'lumot tushib qolmagan. Oradagi laynlarda ba'zi bir so'zlar tushib qolgan. Juda ko'pchilik qiladigan xato bu faqat o'sha javob bor, ya'ni savol berilgan laynlarni o'zini o'qish va ular orasida berilgan kontekst uchun berilgan yoki javob yo'q bo'lgan qatorlarni o'qimaslik. Juda katta xato bu. Hammasini o'qish kerak uni. Chunki listening sizga diktant emas u. Diktant emas. U yerda free speech, ikkita odam, bitta odam o'rtasida free speech bo'ladi. Free speech bo'layotgandan keyin bitta aytilayotgan gap undan oldingi aytilgan gapi davomi. Siz o'sha nima temada ketayotgan gap, nima to'g'risida gap ketayotganini bilmasangiz, undan keyin aytiladigan narsani o'tkazib olishingiz ehtimoli juda ham yuqori. Juda ham yuqori. Bu narsani part 1 ku mayli, ancha oson. Part 4 da juda ko'p muammo, juda katta muammo. Ko'p bo'lgani uchun ko'pchilik o'qib chiqishga erinadi. Yo'q, hammasini o'qish kerak. O'zingizni xuddi karaokeda bo'lgandek his qilishingiz kerak edi. Javob yo'q bo'lgan qatorlarni ham mana shundan hozir javob o'tib ketyapti degandek qarab turishingiz kerak. Shtobi savolga kelganingiz aniq bilasiz, nima temada gap ketayotganini aniq bilasiz, kontekstda bo'lasiz. Ularni o'qimasdan o'tkazib yubormang. Ular bekordan bekor turmayapti o'tda. Bekordan bekor emas, hammasini o'qish kerak. Shunaqa holatlar bo'ladi. O'sha kontekst laynlarni o'qish sizga javobni predict qilishga ham yordam beradi ba'zi paytda. Ya'ni taxmin qilishingizga ham yordam beradi. Men misol uchun guruhda o'quvchilarim biladi, o'qib chiqayotgan paytimizda o'sha laynlarni o'qiymiz. 10 ta savoldan ba'zi payt 2 ta, 3 ta, 4 tasiga javoblarni oldindan taxmin qilib topib qo'yamiz uni. Nimadan? Kontekst laynni o'qib, nima temada gap ketayotganini bilib, shuni taxmin qilish orqali. Bu narsa juda ham muhim. 4-xato. Not focusing on keywords, ya'ni keywordlarga e'tibor bermaslik. Keywordlarga e'tibor bermaslik degani nima degani? Highlight qilmaslik, keywordlarni aniqlamaslik. Bu narsa hamma partda muhim. Part 1 dan tortib part 4 gacha. Ayniqsa multiple choice'da. Siz to'g'ri kerakli so'zlarni, keywordlarni topib, uni belgilab qo'yishingiz eshitayotgan paytda konsentratsiyangizni ushlashga yordam beradi. Keyword degani nima degani? Keyword degani savol bo'lsin, variant bo'lsin, o'shandagi markaziy so'z. Markaziy, asosiy so'z. Shunaqa tanlashingiz kerakki, keyword shunaqa tanlash kerakki, masalan, bitta gap bo'lsa, 15 ta so'zli bitta gap. Siz shunaqa bitta so'z topishingiz kerakki, o'sha gapni o'chirib tashab, faqat o'sha bitta so'zni qoldirsa ham butun boshli gapni ma'nosi esingizda qoladi yoki butun boshli ma'nosi saqlanib qoladigan darajadagi muhim so'z bo'lishi kerak. O'sha so'zni siz keyword sifatida tanlashingiz kerak. Keyword odatda bitta, ikkita ham, ba'zi payt 3 ta bo'lib qolishi ham mumkin. No, keyword sizga katta hajmdagi ma'lumotni, juda katta, ya'ni o'qib chiqishingizga qiyin bo'lgan ma'lumotni belgilab, uni kichraytirib olishingizga yordam beradi. Aqlli keyword qilgan odam listening audio bo'layotgan paytida butun boshli masalan part 4 bo'lsa yoki part 3 bo'lsa, butun boshli matn orasida yugurib yurmaydi. Faqat o'zi belgilangan highlight qilgan so'zlarga e'tiborni qaratadi, shuni kutadi. Va javob topish ancha oson bo'ladi. Bunda endi keywordlar odatda hozir aytdim, eng muhim markaziy so'z. Agar son bo'lsa, sana bo'lsa, ism bo'lsa, joy nomlari bo'lsa, bu sizga jackpot, oson. Aynan o'shalar keyword bo'ladi. O'sha savol kelganini bilishga va topishga yordam beradi. Bu narsa faqat listening uchun emas, reading uchun ham taalluqli. Readingda ham yaxshi keyword qilish javobni joyini topishga yordam beradi. Lekin listeningda ancha ahamiyati kattaroq. 5-xato. Writing while listening, ya'ni eshitib turgan paytingizda yozish yoki yozishga ko'p vaqt sarflash. Eshitib turgan paytingizda yozasiz, to'g'ri. Bundan boshqachasi iloji yo'q. Ba'zi bir savollar bor, ataylar juda yaqin qo'yilgan bo'ladi bir-biriga. Masalan, 5-savoldan 6-savol juda yaqin. 5-savolni yozgungiz uchun 6-sini aytib qo'yadi. Ba'zi payt shunaqa qilingan bo'ladi, chunki high level test takers must be able to write and listen spontaneously, ya'ni baravar ham eshitib ham yoza olish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Lekin bu degani siz uni o'ta xattotlik usulida sekin, chiroyli qilib yozib o'tirishingiz kerak degani emas. Endi hozir vaqtimizga paper IELTS yo'q. CD bo'lgan taqdirda ham siz masalan uzunroq so'z kelib qoldi, masalan photographer so'z kelib qoldi. Photographer kelgan bo'lsa, siz o'zingizga qulayroq qilib jot deydi buni, tezroq yozib qo'yib, keyingi savolga o'tishga harakat qiling. Uzoq vaqt ketkazib o'tirish kerak emas. Keyin javob bermayotgan holatda boshqa narsaga e'tibor qaratmasa, boshqa narsa yozmasa, faqat o'sha savolning javobiga e'tiborni qaratib turish kerak. Iloji boricha minimal vaqt ketkazish kerak yozishga, minimal. Ba'zi bir uzun so'zda bo'lsa, ozgina 2-3 ta bosh harfini yoki
spellinglarni tekshirib bo'lmasa, masalan, photographer spellingini tekshirib o'tiraman desangiz, keyingi savol javob etib qo'yadi. Photographer taniydigan darajada yozib qo'ying. Mayli. O'zbekcha siz ham photographer deb yozib qo'ysiz ham. Keyinchalik listening tugagandan keyin oxirida vaqt bo'ladi kelib spellingni to'g'rilab chiqishingizga. Siz uni spellingini yoki masalan exhibition so'zi tushdi sizga. Exhibition spell qilganingizda undan keyin ikkita savol javobini aytib qo'yadi. Agar sekin qilsangiz. O'shaning uchun siz o'zingiz uchun qulay bo'lgan o'sha exhibition so'zi esga tushadigan darajada yozib turing va keyingi savolga sirazi qarang, ayniqsa bir-biriga yaqin turgan holatda ehtiyot bo'lish kerak shunda. Keyingisi 6-si juda og'riqli masala, spelling and grammar errors, asosan spelling. Xo'p. Spellingda xatolar ikkita guruhga bo'linadi. Ko'pchilik qiladigan xatolar ikkita guruhga bo'linadi. Grammatik spellingdagi. Birinchisi u o'zi rostdan ham so'zi yozilishini bilmaydi. Masalan, exhibition so'zi tushdi, u yozilishini bilmaydi. Birinchi xato. Birinchi muammo. Ikkinchisi, so'z aytildi, uni yozishni biladi u. Yozishni biladi. Masalan, exhibitions tushdi, yozishni biladi. E'tiborsizligi tufayli yo o'zi xato spell qilib qo'ydi, yoki exhibitions dedi, masalan, eng ko'p tarqalgan xato oxirida s ni tushirib qo'ydi. S tushirib qo'ysa imtihonda xato oladi, katta ehtimol. Deyarli har doim xato oladi. Birinchi xatoni to'g'rilash uchun nima qilish kerak? Birinchi xatoni to'g'rilash uchun so'z yodilayotgan paytda yoki umuman vocab ishlayotgan paytda har doim so'z tarjimasidan tashqari yozilishi, spell qilinishini ham yaxshilab o'rganish kerak. Ikkinchi xatoni oldini olish uchun faqat konsentratsiya. Aytilayotgan so'zni siz tekshiring o'tda. Yozgan so'zingiz grammatikasi tushadimi savolga? Ko'plikda kelish kerak, birlikda kelish kerak. Aynan men misol uchun menda shu s muammosi bo'lgan paytda, oxirida s tushib qolish muammosi bo'lgan paytda tayyorlab yurgan paytlarni faqat shu s ga konsentratsiyani qaratardim. Ya'ni aytilayotgan so'z oxirida s bilan aytayotdim, oxirida s bilan aytmayaptim. Shunga konsentratsiyani qaratardim. Hozir Xudoga shukr, bundan umuman muammo yo'q. O'sha avtomatik darajaga chiqib ketgan. Qanaqa shaklda aytsam, o'zim to'g'ri yozadigan shaklga chiqqan. O'shangacha siz lekin praktika qilishingiz kerak. Bu birdan sodir bo'lib qolmaydi bu narsa. Keyin yana bitta masala spellingda masalan part 4 so'zni o'zini spell qilasiz. Part 1 da ba'zi bir so'zlar o'zini harflab spell qiladi. Harflab spell qilayotgan paytda og'riqli tema bu ko'pchilikda yo harflab yoki sonma-sonni spell qilayotgan paytda og'riqli tema. Buni hal qilish eng zo'r yo'li ko'pchilik nima qiladi? Ko'pchilik alohida spell mashqlarini ishlab chiqadi. Bu ham yaxshi effekt beradi, lekin undan ham yaxshi, eng zo'r effekt beradigani bu o'zingiz spell qilishingiz. Misol uchun farqi yo'q. Birorta Telegram kanal ochib olasizmi, kitob ochib olasizmi, birorta matn va harflar, sonlar bo'lgan joyi ochasizda o'zingiz spell qilasiz. O'zbekcha bo'lsa ham farqi yo'q. Kuniga 5 minutdan spell qilsangiz, siz o'zingiz sizga spell qilingan paytda ham 100% to'g'ri topasiz. Odatda spellda nimaga xato ketadi? Spellda xato ketadi u harfi bilmagani, sonni bilmagani uchun emas. U harfni aytgan paytda, o'sha harfni yoki sonni aytgan paytda o'shani eslash uchun nechalar millisekund ketadi. O'shani eslayotgan paytda keyingilarni aytib tashlaydi, ulgurmasdan o'tkazib yuboradi yoki xato yozib qo'yadi. Eslash uchun vaqt ketadi. Uni bilmagani uchun emas. Endi agar siz o'zingiz spell qilib yursangiz buni постоянно, kuniga 5 minutdan bir hafta 10 kun qiling yetadi. Imtihoningizgacha yetadi bu. 5 minutda ko'p ham vaqt ketmaydi. Unaqa qiyin ish emas bu. Qilsangiz, sizda o'sha harflar sizga instantly, ya'ni xayolingizga tez kelishni boshlaydi. Olasiz, spell qilib chiqasiz. Iloji boricha tez. Masalan, hozir men birorta odamni olib kelib, ismini spell qil desam, odam o'zi spell qilayotganda ham deb to'xtab qoladi. O'sha to'xtab qolgan paytda agar audio bo'lganda edi o'tkazib yuborardi. Spell qilish, o'zingiz spell qilishingiz listeningda spellingingizni ancha yaxshilab beradi. Keyingisi over or under highlighting. Boya aytdim, keywordlar masalasida gaplashdik. Keyword juda ham muhim, highlight qilish kerak dedim, lekin shu bo'yicha ham ko'pchilik xato yo'l qo'yadi. Bu xato ikki taraflama bor. Ba'zilar under highlight, ya'ni yetarlicha highlight qilmaydi, ba'zilar juda ortiqcha highlight qiladi. Yetarlicha highlight qilmaslik endi menimcha tushunarli. Ya'ni keywordlarni aniqlamaydi, ularni belgilamaydi yoki ularga ahamiyat bermaydi. Over highlighting nima? Over highlighting men sizlar ham ko'rgansizlar, shunaqa o'rtog'inglar bo'lsa kerak. Oladi qog'oz oladi, dumaloqga olinmagan so'zni o'zi yo'q. Yoki CD ishlayotgan bo'lsa, usti bo'yalmagan harf o'zi yo'q. Bunaqa highlight bo'lmagani yaxshi. Agar butun matnni highlight qilib chiqsangiz, highlightda nima mantiq bor? Yoki matnni 80%ni, savolni 80%ni highlight qilsangiz, yoki даже yarmini highlight qilsangiz ham. Men endi so'zlarni nazarda tutaman. Unda highlightda nima mantiq? Highlightdan maqsad muhim deb sanagan so'zingizni, ya'ni keywordni, muhim deb sanagan so'zingiz, keywordni alohida sizga ko'rinib turadigan darajaga olib kelish. Siz hammasini highlight qilib tashlaysiz, u baribir yana o'sha eski holatiga qaytib qoladi.
Over highlightingning effekti ham yo'q. Naborot xalaqit beradi sizga. Charlatadi. O'shaning uchun maromda highlight qilish kerak. Hozir aytganimdek, savolda ham, variantda ham uzog'i 1-2 so'z. O'zingiz shuni topishga mashq qildiring. Bitta, ikkita so'z. Undan ko'p emas. Ba'zi bir holatlarda endi 3 ta bo'lib qolishi mumkin, lekin ko'paytirib yubormang, iltimos. Ya'ni keep the balance. 8-xato. Lack of concentration, ya'ni konsentratsiyani yetishmasligi. Bu global muammo. Juda ko'pchilik so'raydi mendan, konsentratsiyani qanaqa yaxshilasam bo'ladi deb. Xo'p, hammada har xil. Konsentratsiya yo'qligining sabablari ham har xil. Siz birinchi o'rinda shu sababni topishga harakat qilishingiz kerak. Odatda juda ko'pchilik bo'lgan xato. Listening bo'layotgan paytda nimadirni xayol surib qolish. Ishlayotgan paytda prosta phase out bo'ladi, boshqa joyga xayol ketib qoladi, bo'ldi. Bundoq qarasa keyin o'sha 2-3 savol o'tib ketgan yoki aynan o'sha savolning javobi o'tib ketgan bo'ladi. Birinchisi shu xayol surish. Keyin konsentratsiyaning yo'qolishiga yana bitta asosiy sabablardan bittasi, boya men aytib o'tgan qilgan xatolardan bittasi context line-ni o'qimaslik. Ya'ni context line bo'layotgan paytda siz xuddi tanaffusda o'tirganda, imtihon o'tirib, tanaffusda o'tirganda xotirjam o'tirishingiz. Masalan, birinchi savol aytdi, ikkinchi savol aytguncha orada 3-4 ta liniya bor. U yerda javoblar yo'q. Siz shunchaki ikkinchi savol o'zini kutib o'tirasiz. Bu ham konsentratsiyani yo'qolishiga olib keladi. Chunki siz o'sha payt o'z nimadirlarni xayol qilasiz. O'sha xayol qilganingizdan keyin imtihonga qaytib olishingiz qiyin bo'ladi. Men misol uchun har safar imtihon topshirganimda 100% emas, 120-150% konsentratsiya bilan ishlayman. Butun dardi hayolim shunda bo'ladi. E'tiborimni qochirmayman. Endi umumiy konsentratsiyani oshirishga keladigan bo'lsak, you do your own research. O'zingiz qanaqadir research qiling. Konsentratsiyani oshirish bo'yicha. Kimdir kitob o'qir, kimdir boshqa qanaqadir meditatsiya texnikalarini qiladi, lekin konsentratsiyani oshirmasangiz ola olmaysiz. Menda ko'pincha nimada keladi? Listening o'zi 8 yoki 8,5 baldagi odamga keladi. Ko'pchilik masalan 8,5 bilan 9 da odatda farqi konsentratsiyada. Chunki listeningdan bitta xato qilgan yoki xato qilmagan odam bilan 2-3 ta xato qilgan odam leveli deyarli bir xil bo'ladi, faqat farqi konsentratsiyada. Bu juda ham balingizni oshirib berishga yordam beradi. Iltimos, shuni chora-tadbirlarni ko'ring oshirishni. Keyin odatda ko'pchilik konsentratsiya yo'qolib qoladi, chunki they just don't have the stamina. Ya'ni stamina yo'q. Imtihonda masalan yarim soat bo'lsa, o'sha yarim soat listeningga e'tiborni uzmasdan konsentratsiyani ushlab turishga o'sha imkon yo'q. Bu narsa shu shorts ko'rish, YouTube'da reels ko'rish, kichkina videolarni ko'rib, o'sha konsentratsiya qisqarib ketgan bo'ladi. Butun imtihonning 30 minut davomida ushlab turolmang. O'shaning uchun o'zingizni mashq qildiring. Qilayotgan paytingizda orani uzmasdan yaxshilab praktis qilishga. Keyin stress ham katta faktor. Stress bo'yicha men o'tgan safar darsimizda ham map borasida ham gaplashdik. Hozir boyagi temada ham aytdim, ya'ni panika qilmaslik, stressga tushmaslik. Stressga tushmayotgan kayfiyat ta'sir qiladi. Kayfiyat ta'sir qilgandan keyin siz xohlasangiz ham, o'zi konsentratsiyangizni usha olsangiz ham, xohlasangiz ham, lekin aynan stress tushgan vaziyatda usha olmay qolasiz. Bu esa yomon ta'sir ko'rsatadi. Bundan iloji boricha chetlanish kerak. Oxirgi xatoyimiz not practicing under exam conditions. Juda ko'pchilikda bo'lgan xato. Imtihon sharoitlarida praktik qilmaslik. Ko'pchiligiga tanish holat bo'lsa kerak. Siz uyda praktik qilasiz, 40 tadan 30 ta chiqadi. Darsda kelib qilasiz yoki mock topshirasiz, 30 ta emas 25 ta chiqadi yoki 20 ta chiqadi. Keyin siz o'zingizga o'zingiz o'ylanasiz, nima ekan bu yerda muammo deb. Asosiy muammo not practicing under exam conditions. Ya'ni siz imtihon sharoitlarida praktik qilmaysiz. Imtihon sharoitida praktik degani nima degani? Birinchi o'rinda atrofingizda hech qanaqa narsa bo'lmasligi kerak. No distractions. Tinch xonada bitta o'zingiz o'tirib naushnikda praktik qilishingiz kerak. Bir xil maktabda qiladi, universitetda dars parada, leksiya bo'layotib, u listening praktik qilib o'tiribdi. Unaqa bo'lmasligi kerak. Yoki gavjum joyda, g'alag'ovur joyda, kafeda, restoranda kirib masalan listening qilib o'tiradi. Yo'q. Tinch, alohida bitta joyda, uyda o'tirib listening praktik qilishingiz kerak birinchi o'rinda. Ikkinchisi, uzmasdan boshidan oxirigacha qilishingiz kerak. Boshidan oxirigacha. Orada to'xtab, aylanib kelib, choy ichib, obedlanib, yo'q. Uzmasdan praktik qilishingiz kerak. Shunda borib miyangiz o'rganadi. Tinch joyda bitta o'zingiz o'tirib va orani uzmasdan praktik. Mana shu ikkita narsaga yaxshilab ahamiyat berishingiz kerak. Exam conditionni o'zingizda shakllantirishingiz uchun. Yana bitta narsa mocklarga qatnashishingiz ham. Mock bevosita sizga exam conditionsni yaratib beradi. Siz o'zingizni shu imtihon topshirayotganda atmosferaga solasiz. Mock topshirishning effekti katta. Ayniqsa hozir paper yo'q,
faqat CD formati bor. CD format bo'lgandan keyin siz bevosita o'zingiz CD format bilan tanishish, qanaqa usulda bo'ladi, qanaqa sharoit bo'ladi, naushnik qanaqa bo'ladi, shuni ko'rishdan baribir MOOC topshirganingiz maqsadga muvofiq. Shunaqa odamlar bor. Bir MOOC topshirgan bo'lsa ham, butun tayyorgarlik davomida listening exam sharoitida qilmaydida, keyin imtihonda birinchi marta bo'ladi. Birinchi marta bo'lgandan keyin o'z-o'zidan hayajon bo'ladi, keyin bosim bo'ladi, konsentratsiyani usholmaydi, keyin natija kutilgandan past chiqadi. Ya'ni imtihon sharoitidan siz tanish bo'lishingiz kerak. Xo'p, mana shu hozir sizlar bilan 9 ta xatoni ko'rib chiqdik. Umid qilamanki, sizlarda bor xatolarni men qamrab berishga harakat qildim. Va umid qilamanki, sizlar bilan hammasidan to'g'ri xulosa chiqarasizlar va shu berilgan xatolarni agar qaysilardir bor bo'lsa, qaysi biri yoki qaysi birlardir bor bo'lsa, keyingi kelayotgan praktikaringizda yoki imtihonlaringizda shularni qilmaslikka harakat qilasiz. Agar yordamim teggan bo'lsa, juda ham xursandman. Birortasidan shu hozir o'tilgan xatolardan yoki umuman listening bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki umuman bundan tashqari savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, men o'zim shaxsan javob berishga harakat qilaman, xudo xolisa. E'tiboringiz uchun rahmat.